Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori biz MF Navbahor 25-uydamiz. Inshaalloh Andijon qo'rijolarimizni 1 oylik variantlari inshaalloh boqishni boshlaganmiz. 1 kunligidan mana 1 oylikgacha yetib keldi. Xudo xolisa ikkinchi gamburasini tishyapti. Bu gambura nima deganlar uchun? Gambura jo'jani ichki tizimini, ichki organizmini chiroyli qilib, xudo xolisa jo'jani tez katta bo'lishiga sabab bo'ladi. Ancha kasalliklarni oldini ham oladi. Bu gamburaga mana shtrix kod qo'yilgan bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, qanday qilib ko'rsatsam bo'ladi mana. Shtrix kodni bitta ursanglar, xudo xolisa bu gambura haqida har qanaqangi ma'lumoti bo'ladi inshaalloh. Ma'lumotini bemalol olsanglar bo'laveradi shundan. Shtrix kod chiqdi, xudo xolisa mana gamburani sutga aralashtirib beriladi. Misol 1,5 mingta jo'jamiz bor, 1,5 ming doza olmaganmiz, 2000 doza olganmiz. Buni farqi yo'q. 2000 doza olasizmi, 1000 doza olasizmi, buni farqi yo'q, lekin pulida jicha farq qiladi. Shuning uchun pulini jicha qizg'anmasdan 2000 doza olib qo'voryapmiz. Xudo xolisa ertaga yo indinga 3 kun 4 kun raysa qildirib, doktor bilan bitta maslahatlashib turib, keyin buni xudo xolisa lasota bronxitini qildiramiz. Ikkinchi variantini birinchisi qilingan 1 kunligida sutishli paytida, ikkinchisi xudo xolisa ana 3-4 kundan keyin doktor bilan maslahatlashib uni ham qildirib olamiz degan umiddamiz. Xudo xolisa olib qo'yamiz dorilarni, hamma vaksinalarini. Uzr, hurmatli obunachilar, men kesmasdan bez montaj qo'yaman. Bilasizlar meni. Jo'jalar sog'lom, mana vaksinani ichishyapti, gamburalarni bir xilda qilib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa mana ikki tomonga yem idish, o'rtaga suv idish qilib qo'yganmiz. Suv idishlarimizga chiroyli qilib hozir 2,5 litrdan qilib bo'lib taqsimlab qo'yib berganmiz. Jo'jalarimiz va ichib olganlar deyalardi uchun o'ynashyapti. Chanqagan vaksinani ichyapti. Aylanib xudo xolisa uzog'i yarim soat ichida bo'shatib yuboradi inshaalloh. Andijon qo'rijolasini boqishga qiziqayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa hamma ma'lumotni cho'tki qilib berib ketamiz. Ma'lumot yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Nimagaki, o'zimiz qo'limizdan kelgancha mana shu biznesni ancha yildan beri yurgizamiz. Shu biznesda odamlarga qo'limizdan kelgancha o'rgatib ketyapmiz. Endi bu Andijon qo'rijolasini sotib oldim, bo'ldi, bu biznes bo'lib ketadi degan narsa xato. Qo'lingizdan kelganicha harakat qilib, bilganlaringizni qo'lingizdan kelgancha jo'jalarga yaxshi qarab nima qilsangiz, tezroq rezultat olasiz. Yo'q, menga bo'laveradi degan odamlar unaqa bo'lmaydi. Andijon qo'rijolasini mendan oladimi, boshqasidan oladimi? Bu biznes yurib ketadi degani emas, hurmatli obunachilar. Qo'lingizdan kelgancha mehnat qilsanglar, keyin rohatini ko'rasizlar. Xudo xolisa erta bahordan mart oyidan boshlanadi. Xudo xolisa mart oyidan sezon boshlanib, shu paytgacha sezon tugagani yo'q. 10 kun, 15 kun ichida tugaydi. Xudo xolisa tugagandan keyin rezultat mana xudo xolisa oyiga o'rtacha 7 million topsangiz bo'ladi. Misol 1 oyda mingtadan 2 marta almashtirib olgan tadrizdan ham 3 milliondan qolsa ham, misol 2 milliondan hisoblaylik, 3 marta baqa olasiz. Har 10 kunda sotsangiz bo'ladi. Har bitta jo'jaga 2000 so'mdan qo'yib shuna qilib boqib sotsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi biz ancha rivojlantirib olganmiz. Bu biznesga ancha qo'limiz kelib qolgan sababi biz bir tashlaganimizda mana shu joyimizni o'ziga misol 10 kilo, 15 kilo qilib baxt beradigan bo'lsak, o'rtacha 6000 ta tashlaymiz. Yo'q, yana ham tezroq baxt berish kerak bo'lsa, 8000 tagacha tashlasak bo'laveradi. 10 kilo baxt beradigan bo'lsak, 10 kundan oshig'iga sig'maydi, 6000 ta ham sig'maydi kerak bo'lsa 10 kundan oshig'iga. 15 kiloga bering desa ham, bekka 5000 ta tashlashga majbur bo'lamiz. Bizga qancha kuni oz bo'lsa, shuncha ko'p tashlayveramiz bu yerga. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilaman, Andijon qo'rijolasini boqib yaxshi biznes qilaman deganlar uchun arzimagan pul bilan boshlab, mana bahorda eng qimmati jo'jani 6000 so'm bo'lishi mumkin. Eng arzoni 4000 so'm, 3000 so'm bo'lishi mumkin. 3000 so'm bo'lgani yo'q. Tuxumlariga kelsak, bu Andijon qo'rijolasini tuxumi bahorda eng qimmati 4000 so'm bo'ladi. Eng arzoni 2500 so'm bo'ladi. Shuning uchun bemalol bakib yaxshi foyda qilsanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar.
Bizda videolarimizda kamchilik xatolar kelayotgan bo'lsa, ham kamchilik xatolar bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizni kuzatib borishingizni tavsiya qilamiz. Nimagaki bu Andijon qo'yisini boqib yaxshi biznes qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun adashmanglar, hurmatli obunachilar. Qo'limizdan kelgancha sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Bizda biz sababchimiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilsak, Xudo xolisa Alloh beradi. Alloh